Salom hammaga, sizlar bilan yana Fenzo. Ular bolalar yaxshimisizlar, sizlar bugungi videomizda Mastercraft'da oldingi videomda ularni o'ynashni o'rgatgandim. Bu Minecraft Pocket Edition'larda ham bo'laveradi. Men buni Minecraft Pocket Edition'ni ham tortib ko'rsatmoqchiman, yuklab olib. Ya'ni buning uchun nima qilish kerakligini ham ko'rsatib o'taman. Sizlar Minecraft Pocket Edition'ni tortmoqchisizlar, lekin Google ga kirib qidirsalaring chiqyapti va tortib o'yinga kirsalaring otib olyapti. Shuni men eski yilda tortilgan versiyasini kiradi har doim o'shanisini ko'rsatib va sizlarga obzor qilib o'taman. Agar kerak bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib, keyin tortinglar bolalar. Bo'lmasam tortilmaydi. Xullas bolalar, shunaqa gap. Unda biz videoni boshlaymiz. Bolalar, mana bu Mastercraft'ni fayli, ya'ni shu yerdan yuklab olasizlar. Mastercraft Play Marketdan olib tashlangan. Shuning uchun shu yerdan yuklab olinglar. Mana Minecraft Pocket Edition. Buni qayerdan yuklab olaman desalaring, sizlarga hozir o'rgatib o'taman. Mana bu Fenzo's Channel kanalim. Shu kanalimga kirsalaring, ular silkalari bor ikkala o'yinda ham. Ikkala o'yin ham Play Marketda yo'q. Lekin men kanalimga joylab qo'ydim bolalar. Mana shunday beta versiyasi. Hop, o'rnatamiz. 2000 years later. Va o'rnatildi ilovamiz. Tekshiruv qilaradi bitta. Antiviruslarni qirib, soxta ilovani tekshirib, boshqa xavflarni ham tekshirib oladi. Hammasi normalniy. Va endi kiramiz. Va mana ruxsat so'raydi. Ruxsatlarni beramiz. Va bolalar, mana ko'rib turibsizlar. Minecraft Pocket Edition beta bir narsalar ilova eski Android versiyalarida chiqarilgan xato ishlashi mumkin, yangilanishlar tekshiring, yangi dasturchi bilan bog'laning deyapti. Biz bu eski versiyalik uchun o'kni bosamiz и zakritni bosamiz. Va bolalar, mana ko'rib turibsizlar, men hozir nimani o'rnatganman skinimni. Lekin mana ko'rib turgan bo'lsalaring, yonida agar katta telefon bo'lsa, yonida nima chiqib turadi? Qorami? Shunaqa chiqib turadi. O'ynashingizga qiyin bo'lishi mumkin. Shuni men hozir to'g'rilashni o'rgataman. Buning uchun ustiga bosib turib, ilova haqidagi bosamiz. Sizlar boshqa xullas bilmadim-da, ular shunaqa ilovani mana shunaqa joyga kirib olishinglar kerak. Eng pastiga tushib, mana bu to'liq ekran rejimi yoki polno rejimni xullas ekran hozir yozib qo'yaman. Mana shunaqa ekranni ko'rsatib qo'ying. Shunaqa yozuv chiqsa, agar ruscha bo'lsa, mana shuni yozib qo'yasizlar. И shunday o'yinga kirib ketsalaring, nima tezlik bilan mana to'g'rilanib qoladi. Mana shunaqa gap. Mana bolalar yozib sillanmay, mana o'rnatib, tillarni o'zgartirish kerak bo'lsa, mana bu bosib, mana bitta bemalol boshqa tillarni tanlashingiz mumkin. Masalan, xitoy tili. Mana ko'ryapsizlar, tekstur pakisi yo'q ekan. Ispaniyol, masalan, italyan, shunaqa. Deutsch tili bor. Mana shunaqa. Mana shunaqa. Bolalar, bugungi videomiz yakunlandi. Mana ko'rsatib ham qo'yaman bitta. Mana bolalar, xullas Minecraft Pocket Edition bu Mastercraft'dan qolishmaydi. Minecraft original Pocket Edition versiyasi. Mana bu plyuslari ham chiqadi, yo'qotlari ham normalniy xullas to'g'ri chiqadi. Hali sal boshqacha fake emas, haqiqiy Minecraft Pocket Edition beta versiyasi. Xullas bolalar, sizlar bilan Fenzo bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bolalar, dushi hammalarga rahmat. Biz 5000 tadan ham oshib ketdik. Yaqinda 6000 ta bo'lamiz. Bolalar, albatta like bosib qo'yinglar. Bu videoga 50 ta like yig'ishimiz kerak. Go bolalarga, narigi videoga ham 20 ta like ham oz qoldi. Tezroq bolalar, aktiv ko'taramiz, like'lar bosamiz. Xullas, xayr bolalar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Fenzo bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar.